Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar, eski zinalarni yangilaymiz. Metrimizcha zanglab qolibdi, suv tegib. Mana ko'rib turibsizlar, 12, 13 har xil razmerda ekan mana. Razmerda ko'rsataman, 14 razmer ekan mana. Mana 15 razmer ekan mana qadrdonlar. Do'stlar, eski zinalarda mana buni yo'lib ketgan chekalarda mana shu zinalarda ahvolini ko'ryapsizlar. Xolasi shu eski holatini mana ko'rsa, eski holatini buzyapmiz. Yorib ketgan chekalarni ham mana bu holatdan xulosda dog'alasa bitgan holatigacha ko'rsam mana. Zinani ko'ryapsizlar ahvolini. Mana yonboshlarni ham ko'ryapsizlar, eski zinalarda. Xudo xolasa chiroyli qilib yangilab beramiz. Mehnatimizni qadrlab, mana bunday qilib bitta like bosib qo'yasiz. Boshqalarga yetib borish uchun albatta necha puldan qo'yib berdik, necha pulga qilib berdik, shu eski holatni necha pulgacha bitkazib berdik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa bitgan holatigacha ko'rsatamiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, qurilish bo'yicha videolarimiz bor, bemalol ko'rib, narx-navolarni bilib turishinglar mumkin bo'ladi. Ko'rib turgan joylarga xudo xolasa gulli qilib zinapoyalarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa bitgan holatigacha ko'rasizlar. Videoda boshida aytganimizdek, gulli qilib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Gulli bilan gulsizda nima farqi bor degan savollar bo'lishi mumkin. Yana bir ikkita savollarga javob berib ketaman, kommentariyada yozishibdi. Bizda gulli quysak ham, oddiy quysak ham narxi bir xil. Unga ham misol o'sha vaqtimiz ketadi, gulli quysak ham o'sha vaqtimiz ketadi. Kommentariyada gulli necha pul, u oddiy arzonmi degan savollar bo'lib qolyapti. O'shani hisobga qo'ysizlar. Bizda baribir apalakka tikkalaymiz, o'shani hisobiga baribir bitta summada ketaveradi. Gulli quysak ham, oddiy quysak ham. Bizda razmerlarimiz bor, 110, 120, 1 metrlik razmerlarimiz bor. İşimiz davom etmoqda. Xudo xolasa mana shunday qilib chiroyli qilib zinapoyalar quyib olyapmiz mana. Eski holatdan yangi holatga o'tyapti. Oldingi razmeri 110 bo'lgan ekan shu yerda. Endi esa ko'rib turgan joylar 120 qilib quyib beryapmiz. Juda ham chiroyli, go'zal chiqyapti ishlarimiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, aytganimizdek bitgan holatini ko'rasiz. Bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Qadrdonlar, ko'rib turgan bo'lsanglar, biz osma quymaymiz. Ko'rib turgan joylarga faqat mana ko'rib tursa shapkalarga quyib beramiz. 120, 110, 1 metrlik shapkalarga xuddi shu ko'rinishda quyib beramiz. Osma quymaymiz. Ko'pchilik telefon qilib osma quyasizmi aka deyapti. Yo'q, biz osma zinapoya quymaymiz. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar.
Endi barchaga qiziq, ustaga nech pulga yangilab berdingiz desanglar, balandligi 1 metr bo'ldi, eni 1.20 razmerda. Ko'rib turgan zinapeylarda 1 metrini 500 ming so'mdan qo'yib berdik. Buzib yangiladik 500 ming so'mdan. Arzonmi qimmatmi izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta bir dona like bosib qo'yasizlar. Faqat bizning kanalda 0 dan boshlab bitgan holatigacha ko'rsatadigan kanal faqat bizning kanal. Albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa ishlarni ko'rib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Navbatdagi obyektimizda ko'rishguncha.